Juda ko'pchilik so'raydi, bu plyonka asosan qayerda ishlatiladi deb. Bu plyonka zajimga qatirilayotgan vaqtida ostiga va ustiga qo'yiladigan bo'lsa, salafaniza yirtilmasligiga va kuchli shamol bo'lgan vaqtida o'sha joydan yirtilib ketmasligiga sabab bo'ladi. Bu juda ham muhim narsalardan hisoblanadi. Agar sizlarga bu mahsulotdan kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Juda ko'p ustalar aytishi mumkin, bu narsa kerak emas, muhim emas deb. Agar bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, maxsus video orqali ham ko'rsatib beramiz. Bu juda ham muhim mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun agarda siz issiqxona qurdirsangiz yoki ta'mirlatadigan bo'lsangiz, albatta bu qo'shimcha plyonkani har bitta muhandisdan yoki ustalardan talab qilib olishingiz shart bo'ladi. Bitta ma'lumotni tushuntiraman. Juda ko'pchilik mana bu zigzag simlarni hammasini bir xil deb o'ylaydi. Bu bir xil bo'lmaydi. Buni ham o'ziga yarasha ishlatilgan materialiga qarab turib narx kelib chiqadi. Biz buni Koreyada ishlatib o'rib juda ham ko'p sindirardik, o'rganardik shunaqa qilib. Ya'ni buni oddiy odam sindira olmaydi. Ya'ni juda ham oddiy. O'zi joy bor. Ko'pchilik tushunmayapti. Plyonkani qatirayotgan vaqtida shunaqa narsa borki, mana uni mana yaqinroqdan bunday qiladigan bo'lsam, plyonkani bo'ldi. Nomiga mana chertib o'tib ketadi. Ko'ryapsizlar mana. Bu joyni mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz, yirtib ham qo'ydi mana. Mana shu narsani qatirayotgan vaqtimda agarda usta bo'lmasam, to'g'ri qatirmasam, men mana uni noto'g'ri urib ketadigan bo'lsam, bo'ldi mana. Shiladida plyonkani yirtadi. Mana. Ko'rdinglarmi? Yirtildi mana plyonka. Ko'rinyapti deb o'ylayman. Agarda mana shuni noto'g'ri ursam, plyonkani ma'lum darajada biray holatga olib kelib qo'yaman. Haligi ko'pchilik mutaxassislar bilan ishlayotganda arzonroq odamni topib oladida, arzon odamga qildirsam bo'lar ekan. Buni biz Koreyada ham ishlab yurgan paytda yaxshigina o'rganganmiz. Qanday qilib urish kerak, qanday qilib qo'llarni to'g'ri ushlash kerak degan joylari bor. Oddiy ключевой narsa bo'lishi mumkin, lekin shu oddiy ключевой narsa sizni plyonkangizni, issiqxonangizni umrini yo qisqartiradi yoki uzaytiradi. Bunaqa foydali ma'lumotlar bizning kanalda, shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Rustam aka, 2 qavatli, 3 qavatli issiqxonalarda farqi nimada? Asosiy farqi ichkaridagi klimatni oson boshqarishingizda bo'ladi. Misol uchun bu yerdagi showroomdagi issiqxonamizda 2 qavat salafan, undan tashqari 1 qavat ko'rpa qilganmiz. Buni afzalligi nimada deydigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda klimatni juda ham arzon va qulay boshqara olasiz. Yozgi kunida salqin, qish kunida bo'lsa issiqlikda o'ta ham oson ushlaysizlar. Tashqariga nisbatan tashqari -5 gradus bo'lsa, ichkari 10 gradus plyusda turadi 3 qavatli issiqxonalarimizda. Rustam aka, mini issiqxonalarimiz razmerlari qanday? Mini issiqxonalarimiz razmerlari, ya'ni hozir men sizga enini aytaman. Eni 1,5 metr, 2 metr, 2,5 metr, 3 metr va 3,5 metrlik razmerlarda ishlab chiqaryapmiz. Uzunligiga keladigan bo'lsa 3 metrdan boshlanadi. U yoq xohishingizga qarab turib 100 metrgacha ham qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Lekin hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan razmerlarimiz shu 5 tadan iborat. Rustam aka, 2 qavatli, 3 qavatli issiqxonalardan yozgi kunda ham foydalansa bo'ladimi? Albatta foydalansa bo'ladi. Bu faqat qish kunida emas, aytib o'tganimizdek, delta tashqari 5- bo'ladigan bo'lsa, ichkari 10 gradusdan pasayib ketmaydi qish kunida. Yozgi kunida bo'lsa, ichkari bemalol 25 ushlashingiz bo'ladi, tashqari 40 gradus bo'ladigan bo'lsa. Mana misol uchun bu birinchi qavatimiz, bu ikkinchi qavatimiz va uchinchi qavatimiz ko'rpada. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'liq videomiz YouTube kanalida bemalol o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. Tarvuzdan qanday daromad olish mumkinligi haqida ko'p video qo'yganmiz. Koreyada yil 12 oylab tarvuzni yetishtirib, undan daromad olishadi. Bizda qanday qilib yetishtirsak bo'ladi degan savollar ko'p bo'lyapti. O'zbekistonda, Qashqadaryoda, Surxondaryoda eng erta chiqarishadi. Mana hozir Furlan urug'chilik firmasiga kelganimizda ham bu yerda ham mana tarvuz ko'chatlarini yetishtiryapti ekan. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Haqiqiy birinchilardan yetkazadigan, kerak bo'lsa Surxondaryodagi, Qashqadaryodagi dehqonlarni ham borib, ularning intervyusini sizlarga qo'yib beramiz.